binosi Sayxunobod uy tajribasiga asosan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Asosiy maqsadimiz imtiyozli kreditlar berish evaziga yangi ish o'rinlari yaratish. Bunda Prezident 212 sonli qarori, ya'ni kreditlarni yuklanmacha jarovsiz 300 yilgacha yengillashtirilgan jarov evaziga kreditlarga ta'min bunda yuridik shaxs bo'lishi kerak. Hozirgi yilda alohida bo'lishi kerak. Hamda yangi ish o'rni yaratish kerak o'sha ish bilan. Keyin Prezidentning ikkinchi sonli qaroriga asosan 10 milliongacha zalovsiz kredit ajratamiz. Bunda plastikka tashlab beramiz, yangi plastik ochish bepul 23%dan 1,5 yilga taqdim qilamiz. Bunda savollar bo'lsa, kredit bo'yicha savol. Misol uchun, ularni 96 million. O'sha 50% bersam, 50% 1 yilga necha foiz chiqadi? Bizda hozir avtokreditni 50% to'layotgan bo'lsak, 22%dan beramiz. Eng kami o'zimiz bank qilgan shaxsga ham ishlamasa ham berishga hozir yangi produktni sotib 50% to'layotgan bo'lsak, 100 million kreditlarimiz zalovsiz bo'ladi. Kartinaga asosida bunda shu yaratish kerak hamda 5 ta oxirgi 1 yilda qabul qilgan yuridik shaxs. Karta aylanib yo'q, kartaga emas, bu yuridik bo'ladi. Jismoniy faqat 10 million. 10 million. Ayol 50 million sadece 100 million atrofida aylanadi. Yo'q, karta bo'yicha mikroqarz berish. Bu foizi 21 yilga 10 millionlik foizmi? 10 millionlik foizi 23%dan 1,5 yilga bo'ladi. Agar 10 million degan bo'lsa, oyma-oy qanday to'lovda 600 chorvaga necha olsa? Chorvaga 10 millionlik bo'lsa bo'ladi. 100 millionlikka chorvaga yo'q. Qurishga ta'minlashga bormi? Bor. Qurishga ta'minlash. Bor. 100 millionga.